Hammaga assalomu alaykum. Kecha men bitta story qo'ygandim, post qo'ygandim. O'shanda bolam tushgani, e, Instagramda bunga shukur qilganim haqida, Allohning nurini his qilganimni aytib bermoqchiman. Menimcha bilmadim bu holat kimda qanaqa bo'ladi. Menda shunaqangi bo'ldiki, yotgan joyimda dunyodagi eng kuchli og'riq his qildim. O'z-o'zidan tanam bukilib, qo'llarim mana shunaqa holatga keldi. Keyin shunaqa kuchli og'riq, bitta gapim esimda: Allohim, meni nuring bilan quchoqlagin, nuring bilan shifolagin, nuring bilan davolagin dedim. Shu bor vujudim og'rig'ida bir onni ichida o'z-o'zidan to'xtadi. Shunaqangi yoqimli his-tuyg'ular, shunaqangi chirish-chur chidab bo'lmaydigan u tuyg'u, bilmadim, man endi u tuyg'usiz yasholmayapman, to'g'risini aytsam. Insonni asl muhabbati bu Allohligini bildim. Alloh bu bizani nafasimiz, yuragimizni har bir urishi, har bir eng yoqimli nafasimiz, his-tuyg'ularimiz. Hattoki u his-tuyg'ularni so'z bilan ta'riflab bera olmaydigan vaqtdagi badanimizdagi titroqlar bu Allohning muhabbati. Alloh hamma narsada bor. Tasavvur qilasizlarmi? Men shu og'riq jarayonida butun vujudimni nurlanayotganini his qildim. O'sha ertalab hayotim boshqacha. Hamma narsa yoqimli. Butun borliq ko'zimga boshqacha ko'rinishni boshladi. Tasavvur qilasizlarmi? Dunyoni Alloh shunaqangi go'zal qilib yaratgan. O'zini san'atini bizga har doim ko'rsatadi. Onamiz mehrida, juft halolimiz quchog'ida, u bilan bo'layotgan eng yoqimli simpatiyalarda bizga shu tuyg'ularni bergandek. Tasavvur qilinglar, inson bu narsalarni his qilishga ojiz. Bu tuyg'u insonni shunaqangi bosiq qilib, o'zidan halovatni his qildirar ekan. Bu dunyoni eng katta boyligi ham ko'zinglarga ko'rinmas ekan. Hattoki jannatga kirish yoki do'zaxga bo'lish emas, Allohdan uzilib qolishga qo'rqar ekan odam. Alloh bilan birlashish uchun обязательно namoz o'qish yoki yotib olib, yo'q-yo'la qilib harakat qilganim yo'q. Faqat shukronada bo'ldim. Har bir lahzasi, har bir oni, har boshimga tushgan qiyinchilikdan o'zimga hikmat izladim. Alloh bejizga qilmaydi. Ko'chada qolganim, pulsiz qolganimda, hech narsasiz ko'chada qolsam ham, shunaqa azob bo'lsa ham, lekin meni Alloh bir kun ham begona yurtda ko'chada yotqizmadi. Yaxshi insonlar qo'llari bilan meni quchdi Alloh. Va men o'zidan shunaqangi kuchli og'riq paytda pulsiz, hech narsasiz ko'chada qolishim mumkin edi. Lekin Alloh meni shunaqangi halovat, uyg'unlik bor joyga, quyosh nuri eng go'zal tushib turadigan bitta xonaga, mana shu pustoy deyotganinglar, xaroba deyotgan bir ikkita odamlar, ishoninglar, men bu joyi manaman degan saroylarga almashmayman. Chunki men bu uyda shunaqa go'zal tuyg'uni his qildim. Odamni farzandi, ota-onasi yoki joni hech narsaga arzimagan, hech qanaqa qiymatga ega emas. Ya'ni bu narsalardan voz kechib yuborish mumkin. Bu insonlardan. Chunki Alloh bizga berganki, biz ularni shu qadar yaxshi ko'ramiz. Allohning muhabbati bu hamma narsada. Onamizni bizga bo'lgan, bizni onamizga, juft halolimizni bizga bo'lgan sevgisida va bizni juft halolimizga bo'lgan sevgisida. Oddiy misol, kecha jonim og'rib,
o'lim azobini ko'rayotgan vaqtimda menga eringdan ajrash deganlar, hattoki telefonini ham ko'tarmadi. Istoriyalar qo'yganimda, ko'chalarda qoldim deganimda hol ahvol ham so'ramadi. Hech kim meni yonimda yo'q edi. Lekin men nimaga juft halollarimizni har doim muhim o'rinda deyman? Alloh erkakni va ayolni juft qilib yaratgan. Biz o'sha juftliklardan ko'payib tarqalganmizda. Boshqa jins, boshqa ruh yo'q, faqat erkak va ayol. Erkak ustunligini sababi erkak ayolni himoya qilishi uchun Alloh yaratib qo'ygan. Uni fitratini bizadan kuchli, bizadan aqlli, bizadan tanasini, dardlarini bizadan yashira oladigan qilib. Lekin biza kasal bo'lganimizda ular hech qayerga sig'maydi. O'sha opachalarim yoki bo'lmasa opalarim yonimda yo'q edi. Lekin u odam meni yonimda edi. Tasavvur qilsizlarmi? Bekorga nikohi qudrati kuchli emas. U odam meni yonimda edi. Quchoqlab, erkalab, o'sha erkalashlarni o'zidayoq odamni eng kuchli og'rig'iga Alloh o'zi shu insondan nur yuborib qo'yadi. Tasavvur qilinglar. Bekorga Alloh juftliklarni yaratmagan. Sevgini his qilishimiz uchun insonlarni juft qilib yaratgan. Chunki faqat sevgandagina inson boshqa bir insonni qusurlarini shunchaki unutib seva oladi, qadrlaydi, avaylab asraydi. Urgan yoki boshqa qilgan paytlarida kechira olish. Chunki Alloh bilasizlar, meni g'azabimdan rahmatim kuchli, rahmim kuchli, ustun deb aytgan. Lekin ko'pchilik insonlar kechirishi, saxiy bo'lishi, mehribon bo'lishi, bir-biriga sadoqatli bo'lishi, bir-birini avaylab asrashi, mana shunaqa narsalarni unutib qo'ygan. Bu jannat bilan do'zax endi men uchun bir alohida tushuncha bo'lib qoldi. Ya'ni qiyin paytlarimizda aslida bizadan Alloh uzoqda bo'ladi. Nimaga? Chunki biz kimnidir xafa qilamiz. Kimnidir qalbiga ozor berish Ka'bani buzish bilan bir xil deb aytilmaydi. Bekorga. Chunki qalb bu Allohning dargohi. Kimnidir qalbiga ozor berib, uni qarg'ab, uni urishsak, Alloh ham xafa bo'ladi. Chunki bir nafasda bizni yaratdimi, hammamiz unga bir xilda azizmiz. O'shaning uchun insonlar bir-birini xafa qilsa, ishlari yurishmaydi, kasal bo'ladi. O'layotganda ham hattoki Allohim shunchalik qattiq xafa qilganidan uzr so'ramagungacha jonini olmaydi. Men shunaqangi tushunchalarni, shunaqangi anglashlarni his qildim. Farzandimni olganiga men umuman achinmadim. Nimagaki, bilasizlarmi, insonni tanasidagi eng kuchli og'riq bu o'zini o'zi unutib, haqiqiy o'zligiga olib borish bitta yo'l ekan. Men shuni tushunib, anglab yetdim. Chunki inson xursand paytida, baxtli paytida hamma narsani unuta olmas ekan. Har bir tashvishlar bilan, har bir narsalar bilan ovora bo'lar ekan. Lekin og'riqda ham go'zallik borligini, og'riq ham Allohning bir bizga bergan eng shirin ne'matligini tushunib yetdim. Chunki aynan shu og'riqlardan keyin halovatni, huzurni, sevgini, muhabbatni his qila olamiz. Bo'lmasam bir-birini farqlolmaymiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mayli hozir pulim yo'qdir, mayli hozirgi paytda sharoitim yo'qdir, kimlar uchundir men yoqmasman, kimlar uchundir chalim achivatirdirman, lekin men shunchaki Allohni his qilgan insonman. Boshqa insonlarni ham his qilishini bor vujudim bilan xohlayman. O'shandagina insonlar saxiy, mehribon, bir-biriga ochiq ko'ngil, er-xotinlar asl fitrati bilan asl o'zligini, bir-birini ruhini avaylashga o'rganadi. Chunki er-xotinni Alloh bekorga ham nikoh bilan bog'lab qo'ymagan. Alloh o'z sevgisini juftliklarni bir-biriga bo'lgan sadoqati, sevgisi orqali his qildirar ekan. Shunaqa gaplar.